Alo. Assalomu alaykum. Alo. Kim bu menga telefon qilgan ekan janga? Kim? O'rishmaymisan? Kimsan emasam? Janga mana shu nomerda menga telefon bo'ldi hozir. Men endi talab qilib jatdim. Qotaqa telefon qilasam bilmasang bu nomerga. Ko'tingga qotaqa men endi tarat olay turdim, mana endi tarat qilaman deb jatdim. Qotaqa telefon qilasam bu nomerni bilmasang, kimsan o'zi sen? Qachon? Qotaqni jepchanda shu gapingga men 2 soatdan beri mana o'zim televizor ko'rib, hozir kompyuterda chiqib endi tarat qilib chiqayin deb keldim. Yo'q, sen qotaqa menga baqirasanmi? Qotaqa telefon qilasanmi bu nomerga bilmasang sen? Janga chiqdi-ku mana shu nomerda. Mana shu nomering chiqib keldi mana ko'takasiga. Kim qayerdan nomerlar? Yuseling. Sen bilmasang nomerga telefon qilaverma. Yo'q, sen xafa bo'lma bolam. Men hozir aytayapman, endi men tarat qilib jatdim. Sen menga telefon qo'ymayapsan hozir. Nima gaping bor? Men seni o'rishpayding, nevarasimi deyapman sen? Qotaqan chiqqan bo'lsa bir supuga savol qilishga menga nima telefon qilasan menga? Men jalanmadim sana telefonda gaplashib yarim soat. Inasining nomiga o'xshasa, nima bitta bundaqa nomer bitta menda bor maqinski. Qizil bo'yapti-ku, har joyda shunaqa nomer bo'yapti. Sening oting nima o'zi? Kim? 70 boy? Onangni ko'takasiga 70 ta tug'ilganmisan sen nima? Qotaqa telefon qilasanmi bu nomerga? Men endi tarat olib jatdim. Ko'zingga qarab telefon qildi. Qotaqa telefon qilasan bu nomerni bilmasang sen. Men senga jalabmidim, men 1 soat 2 soat gaplashib san. Bugundan keyin qarab ko'zingga qarab telefon qildi bolam. Aralab yuror muhabbat. Aralab yur. Bo'pti bol, xafa bo'lma, tamam meni so'ydi. Ikkinchi bu nomerga telefon qilib yurma bolam.